Maşallah. Aka mana sirazi mana shu aytgan qo'yimiz shu yapman aka. Kallab shu Bobur aka bizda yangi yildan keyin narx-navo 8-9 bo'lib ketdi. Eski narxda bizda. Yangi yil pangil qiziq, eski narxda qo'y qo'yaman. 6 millionni pastda bo'g'oz qo'y qo'yaman shu bugun. Like'ni bosib tursin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoilus kanali obunachilar, chorva ishqozlar, qo'zi qo'yish qozlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Sherzodbek ukamiz qo'y firmasidanmiz. Akalar, siz aziz obunachilarga imkonni boricha chiroyli, yaxshi video syomka qilib berishga harakat qilamiz. Erta tongdan bittadan like bosib, meni ham kayfiyatim bittaga ko'tarib qo'ying aka. Qancha ko'p kayfiyatim ko'tarilishi siz aziz obunachilarda akalar shu bosgan layklaringga bog'liq, ochiqchasini aytganda. Shuning uchun ham bitta like bosib qo'ying. Kayfiyat ko'tarilsa, biz mehnatni nima qilamiz? Ko'tarinki ruh bilan bosib qilaveramiz. Bugun Sherzodbek ukamiz bilan birgalikda Assalomu alaykum. Bobur aka. Arzon bo'ladi, aka, xudo xolasa. Arzonmi bizda aka doim. Tushunsiz aka? Xudo xolasa. Enchidan video chiqargan-yo'qmiz. Uydan bo'lyapti, xudo ko'ryapsiz-ku. To'g'ri. Bugun xohlasa qo'yimiz ko'proq videoga chiqaramiz. Narx bo'g'ozlarga ham Bobur aka. Eng asosiysi akalar narx bo'g'ozlardan, narxi arzondan so'ragan aka-ukalarimizga oshnovoylarga videolar ajratib ko'rasiz. Soni nechta Sherzodbek? 15 ta aka, birinchi partiyaga. Soni 15 dona. Aka, hammasi yelin qo'zg'ab qolgan xohlasa. Xudo xolasa hammasi qorin tashab, yelin qo'zg'ab qolgan variantdan. Nechinchi qoringa aytamiz endi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz qo'yiladi. Jonivorlarga bir e'tibor berasiz, suyaklari ham qalin. Ana Bobur aka qo'ylar. Yelin qo'zg'ab qolgan jonivorlar. Voy mashallah. Asli bitikdan ushlab ko'rsatibdi jonivorlarni. Qo'ydi yelkasi bilan bel qismiga bitta e'tibor berib berasiz, keyinligini qorinlab yelinlar yotibdi qo'ylar aka. Lapillab qolib, xudo xolasa. Eng asosiysi qo'ydi holati yirik ekan. Qo'ylar yirik aka, xolasa. Eng asosiysi Sherzodbek buni yeb ichishiga kafolati bor. Aka, hamma bir haftaga bersa 10 kunga. 10 kunga. 10 kunga da xolasa. Qo'ylar zo'r aka. Hammasi yelinlab, qorinlab. Aka mana bu qadamda ishlarni ham yozib ketishibdi kommentariyada. Faqat aytasizlar, ko'rsatmaysizlar aka. 2-4 qo'ylar. Xudo xolasa. Mana aka. Qo'ygan. Mana bu qo'ydilar. Mana bo'g'oz aka qo'ydi. Lakasdan tashab beramiz aka, bir qadar kelib ko'rishaveradi. Aha. Jonivor. Bu ham yelinlar yotibdi aka. Eng asosiysi akalar, mana bu Sherzodbek mana shuni bitta tushib ko'rsataylik, mana shuni ham Bo'g'oz kashtanni ham shuyla tumori borni ham. Egizashchi bo'lishi mumkin-da. Endi ko'p hollarda akalar tumori bor akalar egiz tuqqan. Ko'p hollarda xohlasa. Mana aka. Sizga maşallah. Aka mana sirazi mana shu aytgan qo'yimiz shu yapman aka. Kallab shu qo'yim. Mana qo'ylar. Birinchi qo'y. Qo'ydi aka, mana bu sifatini qarang aka. Mana dumbadagi yungiga qarang. O'sha tulovni yeb simjum, toza qo'y ekan jonivor. Maşallah. Qo'ylar Bobur aka, stretni ikkinchi qorin. Aha. Bitta yarimta uchinchi qorin bo'lmasa ikkinchi qoringa olishaversin. Sherxon uka bugun narxini yorvar uka. Aka internetda ko'ryapti. Faqat 8, 7, 9 bo'lib ketibdi aka. 7 ni pastga hech kim qo'yib. Bugun 6 millionni pastda bo'g'oz qo'yib beradi. Hali gapim bor, like-ni bosib otangga rahmat deysin. Bugun 6 millionni pastda bo'g'oz qo'y, yana bola qo'yib bo'ladi. Nech puldan ketadi shu bugun? 6 million aka. Pastda dedik, pastda. Aka 5 million 900 ming so'mni O'zbekiston bo'ylab. Agar birov 5 million 900 dan qo'ysa 5,5 millionni mash qo'ydi beraman aka. 5 million 900. 5 million 900 ming so'mni O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab dastlabkani 5 million 900 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga bu narx akalar. 5 million. Aka lakasda tashab beraman. Kep qo'ldi o'shasi yana kami bor aka. Albatta. Biz aytgan bo'lmaydi. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Ya 3 ta ya 4 ta 6 tishi bor. Bo'lsa, yo'qmasam yo'q aka. Sredni ikkinchi qorin. Promokod Ismoiluzdan telefon qilyapman deyishsa, baribir uka kanalga. Yana kami bor aka. Obunachilarimiz ham o'ziga yarasha hurmatlari bor. Ha, bo'ldi. Normalni o'tib qo'yamiz. Telefon qilishsin kami bor. Qancha kami bor? 50 mingdan to'g'ri kelmaydi aka, 100 mingdan kami. 5 million 8 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Toshkentgacha emas, O'zbekiston bo'ylab. Haqiqiy arzon bo'ldi akalar mana. Endi shoshiling. Endi imkoniyatdan foydalaning akalar. Mana shunaqa imkoniyatlar bo'lib qolganda shuni bosib qolish kerak. Arzoniga ulgurib qolish kerak aka. Ozgina, sozgina, svejiy narsa aka. Sherzodbek endi uka buni tanlab olishsa. Aka kelishadida bittani olib kechiradi 6 milliondan. Sizam to'g'ri kelmaydi aka. Kelsin bittani ham olsin 5 million 800 dan. Narxda. Bittasi shunday olib boshdan so'ylab ketaversin. Dastlabkiga beramiz 100 ming 200 ming piylis. Akalar mana kelib olib ketaman degan. Aka mash qo'ydi o'zini masalan qarangda hozir. Liboy odam mash qo'ydi 7 millionga beradi. Liboy yerda. Shunday kesin tomon yo'lab ketaveradi. Aka mana 5 million 800 ming so'mga aka qo'y. Aka mash qo'y ham ketdi ishdan. 5 million. Mash qo'ydi 7 millionga bermaydi Liboy savdoga. Alloh to'ppa-to'g'ri akalar. Arzoniga ulgurasiz. Like arzidimi? Bosing like aka. Maza qilaylik.
Iltimos do'stlarga rosa jo'natib qo'ying. Videolarimiz kengroq tarqalsin. Kanalimizga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'ling. 5 million 800 ming so'mdan rasprodaja O'zbekiston bo'ylab dasturkasi besplatno. Aka og'iracha kuzatib, like-ni bosib tursin, qo'chqaraman bu, qo'chqar chiqaraman. Zo'rlardan, ha? Hurmatli obunachilar, Xudo xolos keyingi partiyasiga akalar narxi yana ham arzondan, yengilidan so'ragan aka-ukalarimizga. Bu ham Shehzodbek bo'g'ozlar, ha, Xudo xolos. Bo'g'oz bular ham. Sholadi sheriga aka. Просто ayirib qo'ydik. Ho, naq bo'g'oz bular ham. Akalar, Xudo xolos naq bo'g'oz eng qizig'i oldi, akalar oldi. Ana bittasi tutdi Bobur aka, no. Tug'ishni boshlabdi, janob, ko'ringmi? Shuni ham beraveraman. O'sha bilan 13 ta son. Ketaveradi, Ketaveradi aka. Zo'r, aka. Shayda tug'ib qo'ydi. Akalar, tug'ishni boshlagan oldi. Xudo xolos meva berishni boshlaganini olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilinadi. Nechinchi qorin aytamiz? Bular ikkinchi qorin Bobur aka. Ikkinchi qoringa bo'g'oz bitta yarimta uchinchi qorini bor. Siratni ikkinchi qorin bu yoq. Asosan ikkinchi qoringa. Akalar, avvalo Xudo mana bu bo'yinda tumori bor, mana bu egizak tug'ib bersa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki aslida o'sha bitta tuqqanicha o'zi ko'rib tursiz, aka 10,5 million, 11 million darajada bo'lyapti, aka. Shuning uchun bemalol telefon bo'laveradi. Qo'yib o'zi qarang, qonni ikki tomonga tashib qo'ygan mana. Yelani ham mana. Lap-lap. Mashina tu'adi xolasa. Lap-lap qoptirgan. Tug'ib turibdi xudo xolasa. Xo'p, Shehzodbek. Bobur aka. Endi hamma narsa baribir narxida. Bu 12 ta edi, uni bilan 13 ta, emayapti. Uni ham olib olishaversin. Shu narxda ketaveradi. Ina bola ham ketaveradi. Ina bola ham ketaveradi, chunki shular sheriga chayda tug'di. Sheriga tug'di. Ertalab tug'di. Xo'p. Narx ketdi 6 milliondan aka. Ya. Nari qo'yimdan kuchlilik qiladi, kerak. Barakasini bersin. Endi bundayda pag'ona tushayotganmiz, o'tayotganmiz. Bu 58 dan ketdi. 58 dan qo'ydimmi? 58 dan ketdi 13 tasi bir joyga bu ham. Ya bunga o'tib bermasak bo'lmaydi, sher. Qo'y, undan kuchlilik qiladi bir. Kelib ko'rishsin, aka tashlayman. Erta tongda obunachilar mazaq qiladi. Keng bo'ldi aka. 3 million 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Ana bu gap. Aylanib kelib kelaversin aka qo'ydi. Bemalol aka tashlab beraman. 5 million akalar 700 ming so'mdan mana bo'g'oz qo'ylarimiz. Bo'g'oz qo'ylarda akalar suyak yirik. Imkon bo'lsa tepasi kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Imkon yo'qmi, telefon qilib aloqaga chiqsangiz, uyingizga yetkazib berish Shehzodbek ukamiz zimmasida akalar. Telefon qilib bog'laning. Xudo xolasa mana qo'ydi mana. Qorni ikki tomonga tashib qopda mash qo'ygan o'g'illar. Qo'ylar hammasi to'q bo'g'oz Bobur aka. Egizakchi bo'lsa zo'r bo'lardi akalar. Yaxshi ish bo'lardi. Qo'yda ololmay meni haqida Bobur aka. Qo'ylar to'q bo'g'oz. Hammasi qorlar yelilib yotibdi. Bemalol kelib ko'rib, borgandan keyin ham ko'rib sinab olishaveradi. Shehzodbek haligi gapligicha qoladi. Kelib olib ketishaversin. Aka kelib bittani olib ketsin. Mana bitta Viber. Kelib ina bolani olib ketaversin aka. Texnikalar bo'lsa kelib olib ketishaversin shu narxda. Ina bolani ham 5 million 700 ming so'mdan olib ketaversin. Hurmatli obunachilar, 5 million 700 ming so'mdan bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana kelib olib ketaman degan ko'ramizga. Ona bola qo'ydi ham, bolasi qo'chqor ekan, so'liq ekan. Shayda tug'di, bilmaymiz. So'liq tug'ibdi. Bolasini ham, ina bolasini ham olib ketaverasiz akalar. 5 million 700 ming so'mdan ona bolasini ham bemalol tanlab ko'rib olib ketsangiz bo'ladi. Mana imkoniyatdan foydalaning. Arzoniga ulgurib qoling akalar. Ochiq aytaman, tepasi turganligi uchun tavsiya qilaman, qo'y arzon. Borganda ham xursand bo'lasiz aka. Qo'y qachon qimmat bo'ladi akalar? Qo'y yemasa, ichmasa qimmat bo'ladi. Qo'y yeyishini qarang, janovarni ishtaha bilan tovlanib turgan toza hisorsizdan simjunni olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Eng asosiysi bu yerda soni ko'p lekin aka. Xohlasangiz 5 ta oling, xohlasangiz 4 ta oling, xohlasangiz hammasini oling. Faqat narx bugun arzon bo'ladi. Bugun Xudo xohlasa Shehzodbekda soni necha Shehzodbek buni? Soni 17 ta. Soni 17 dan biri G'izir deydi aka. Ya 7 dan biri G'izir deydi. Soni 17 dona hurmatli obunachilar. Nechinchi qoringa aytamiz endi bo'g'oz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa. Shunda cho'ntat, Bobur aka cho'ntat pul to'ldirib beradigan. Xudo xolasa janob. Narx yo'lida. Naq bo'g'oz bular. Qo'zim narxiga qo'yib beramiz, Xudo xolasa. Birra qo'z narxi qo'yib beraman aka. Shirxon bo'ldi, uka, bunday qilaylik. Buni yeb ichariga kafolatlari bor senda bor. Bor, 10 kunga bor kafolat aka. Kelib olib ketsa ham, o'sha optimiga shunday narx qo'yib bergan, bang'illasin shu bugun. 5,700 5,5 milliondan. 5,5 million so'mdan bo'g'oz qo'y. Tug'masa bittadan qo'zi kelib olaversin aka. Mana bu gap. Ko'tidan bola tushmasa bittadan qo'zi beraman aka. Hammasi mana. Arzon mahalda ola olmay qolgandim deb turgan aka-ukalarimizga mana tavsiya qilaman. 5 million 500 ming so'mdan bo'g'oz qo'ylar. Oyoq qo'l uzun, bitta nu tomoni bor aka. Pardozandan umuman qilinmabdi. Yo'q aka, qo'y ko'p edi. Mash qo'yladi bor, ustun cho'tki pardozlab qo'ysa. Mana aka mash qo'ylar bir taraf-paraq hech yo'q. Qo'y ko'p edi, haqiqatan qo'y ko'p edi mana aka ustlari. O'zi mana shu tarasa mash qo'ylar chiqib ketadi. Mash qo'yam qonini qarang, mash qo'yam naq mana. Jonivor, haqiqatan. Qo'limga kirgan qo'yda shu yerda aka. Eng asosiysi aka, bu ham mana lapla yotibdi jonivor. Aka mana o'shaganda yana buni tumshug'i oqa mana qo'yda ko'rishsin mana aka. Mashalloh.
Qo'yda qarisi yo'q. Qo'ydi qarisi yo'q. Eng asosiysi akalar narxi o'ta qulay bo'ldi. Hammasi yelim qo'zg'ab qo'ygan qo'ylarni. Sherzodbek endi o'sha gap ha, kelib 5,5 milliondan bitta ham olib ketaversin, 10 ta ham olib ketaversin. Sog'ini 17 ta aka. Soni 17 dona akalar. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Besplatni. Akalar, dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab besplatni 5 million 500 ming so'mdan. Meni texnikam bor, kelib olib ketaman degan aka-ukalarga bo'lsa, aka 5 million 500 mingdan xohlagan qo'yingizni tanlab olib kelsangiz bo'ladi aka. Faqat akalar o'zingiz olib ketasangiz bo'ldi. Yo'q, meni texnikam yo'q, jo'natib ber deysiz, tanlab olsa, endi shu texnikasiga chapcha, ha, Bor bilgisi aka. bo'ladi, ha. Zo'r. Imkoni bor odam kelib ko'rib olsin aka. Imkoniyat bo'lsa akalar kelib ko'ring. Aka, like yarsi like bosib qo'ying. Haqiqatan Sherzodbekda arzon degan aka-ukalarimiz kommentariyaga Sherzodbek, otangga rahmat, o'g'il bola omadingni bersin deb yozib qo'ysangiz, xudo xohlasa mana shunaqa Yana yengil arzon bo'ladi aka. qilib Kommentga chiqaman. otangga rahmat yozsa yana hamma ekan bu. Xudo Aytgan narxim emas, kelsin qo'lda jozi yana ekan bu. Ishni bitiramiz. Ishni bitiramiz aka. Qo'ysiz ketmaydigan odam. Xudo xolasa. O'g'illar, shu bilan videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr sog'lom bo'ling. Alloh chorvangizga, umringizga, qilayotgan ishlaringizga, kasb-koringizga baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Salomat bo'linglar, kulib, maza qilib yashanglar.